Amerikanskiy kafega kelib cho'chqa go'shtidan bir korobka zakaz qildik. Ismimni aytsam, Shoh desam. Shoh desam, Sakura yozib qo'ydim. Tezroq qochaylik. Tellab ketdim bilan. Zapravkaga kelib to'xtasanglar, akalar bunaqa hindistonliklar turadi, qo'llariga 5-10 sent pul bersanglar, labo'ylarni toza qilib artib qo'yadi. Yana bir 50 sent qo'shib bersanglar, boshqa xizmatlari ham bor. Endi u boshqa joyda gapiraman, bu yerda emas. Sizlarga qo'shimchasiga traktor qanaqa qilib zapravka qilish haqida ma'lumot beraman. Akalar ikkita batoy mana bular bachoga bor, ikkoviga tiqaslar birdaniga. Ikkov teshigiga. Birdaniga. Florida shtatiga akalar Amazonda yukini olib ketyapmiz. Bu ashi milliontalab, mingtalab odamlar dastavka qilgan narsalarni biz o'z manziliga yetkazib boramiz. Qo'shimcha fakt sizlarga, dunyodagi eng boy ayol shu Amazonni direktorining xotini, ya'ni bivshiy xotini Jeff Bezos'da 75 milliard dollar puli bor. U ayolni nima uchun uncha pul topgan? Chunki Jeff Bezos'da yarim sostoyaniyasini ajrashganda o'ziga olgan. Shuni orqasidan boy bo'lgan. Sizlarga savol. Anetta oq quloq ketyapti. O'ris. Sizlarga savol akalar. Eshaydi tuni kun uxlamasdan ishlasanglar, paxta bor ekan, bizning kelajagimiz bor. Oq oltin. Endi sizlarga savol. Eshaydi tuni kun uxlamasdan ishlasanglar, qo'linglarni moyga botirib, musofirda yurib, mabodo dollarli millioner bo'lib qolsanglar va ertaga uylanadigan bo'lsanglar, qanaqadir bir sababga ko'ra xotiningizlarda aybi bilan yoki o'zingizlarda aybinglar bilan ajrashadigan bo'lsanglar, topgan shuncha eshadi ishlab topgan pulinglarni 50% ni berib yuborishga rozi bo'lamidinglar yoki yo'qmi?